Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mashg'ulotimizning mavzusi Grayspace yondashuv. Xo'p, sizlar bilan savol tug'iladi. Grayspace yondashuv o'zi nima? Grayspace yondashuv haqida sizga ma'lumot berishdan oldin sizga bir Konfutsiyning fikri bilan bo'lishmoqchiman. Amaliyotsiz bilim foydasizdir. Bilimsiz amaliyot esa xavflidir. Ya'ni Grayspace yondashuvi haqida qisqacha savollar tug'ilishi aniq. Grayspace nima? Grayspace moduli deganda siz nimani tushunasiz? Baholash so'zi nimani anglatadi? Ana endi maqsad Grayspace yondashuvini o'rganishda asosiy maqsadlardan biri shundaki, o'quv jarayoni samaradorligini oshirishda Grayspace moduli bu asosiy haqiqiy ishlash vazifalarini yaratadi. Haqiqiy baholashni amalga oshirish uchun Grayspace vazifalaridan foydalanishni o'rganish va ta'lim muassasalarida o'qituvchilarga buni o'rgatish. Endi izlagan imkon topar. Bilim, ko'nikma va qobiliyatlarni baholash uchun Grayspace yordamida mahoratni tekshirish maqsadlarini yaratish mumkin. Endi Grayspace vazifalarini o'rganishda quyidagi qisqacha siz bilan holat haqida tanishib chiqsak, rasmda ko'rinib turibdiki, cho'kayotgan odam. Endi siz bu yerda o'sha joyda cho'milish havzasida qutqaruvchisiz. Siz cho'milish havzasiga kelgan har bir shaxsga cho'milish qoidalarini tushuntirish, suzish, cho'milish xavfsizlik qoidalari bilan ularni tanishtirish va tez aniqlik bilan qutqarishga mas'ulsiz. Siz cho'kayotgan bolani qutqarish bo'yicha aniq va to'liq harakatlarni rejasini ishlab chiqqan bo'lishingiz shart. Bu batafsil to'liq quvvatlanadigan tavsiyalarni o'z ichiga olishi kerak. Ushbu holat bo'yicha siz darsda har bir holatni o'sha Grayspace yondashuv vazifalari orqali siz bo'lib berishingiz mumkin. Keling, bu qanday amalga oshirsangiz bo'ladi. Ana endi Grayspace yondashuvdagi maqsad ssenariy bo'yicha cho'kayotgan bolani qutqaruvchi, rol o'quvchi, qutqaruvchi guruh a'zosi hisoblanadi. Topshirig'ida esa maqsadli auditoriya, suzish, cho'milish havzasi. Vaziyatda siz suzishni endi o'rganayotgan va ehtiyotsizlik oqibatida cho'kayotgan bola. Mahsulot cho'kayotgan bolani qutqarish bo'yicha batafsil, aniq va to'liq qo'llab-quvvatlangan tavsiyalarni o'z ichiga olgan harakatlar rejasi. Qismida esa muvaffaqiyat mezonlari, cho'kayotgan bolani qutqarish bo'yicha aniq standartlar va mezonlar. Ko'rib turganingizdek, har bir Grayspace yondashuv qolibida, har bir bosqichida o'zining maqsadlari, vazifalari va rollari muhim ahamiyat o'rin tutib turibdi. Ana endi Grayspace o'zi nima? Grayspace bu ta'lim samaradorligini baholashda modeli hisoblanadi. Ta'lim samaradorligini ta'lim oluvchining mavjud bilimlarini haqiqatda tushunish va kundalik faoliyatda qo'llay olish. Grayspace modeli hayotiy, real vaziyatlarda orqali muammolarni, vazifalar, haqiqiy ishlari va izlanishlarni yaratish va ularni hal qilishni nazarda tutadi. Grayspace loyihasiga asoslangan ta'lim uchun asos yaratadi. Ana endi siz bilan Grayspace loyihasiga asoslangan ta'lim bosqichlari. Maqsad, muammo yoki maqsadni aniqlash. Rol, o'quvchilarning rolini aniqlash. Auditoriya, maqsadli auditoriyani aniqlash. Vaziyat, maqsadning konteksti yoki ssenariysi. Mahsulot yoki natija, nima yaratilmoqda va u uchun nima qilishingiz kerak. Standart mezonlari, muvaffaqiyat standartlari va mezonlarini aniqlanadi. Ana endi siz bilan biz Grayspace vazifalarini yaratish bo'yicha qisqacha tanishib chiqamiz. G harfida ko'rinib turibdiki, Grayspacening vazifa bayonnomasini taqdim eting. Vazifada maqsad, muammo, qiyinchilik yoki to'siqlarni aniqlang. R qismida esa o'quvchilar vazifasini bajarishdagi rolini aniqlang. O'quvchilarga topshiriqdagi aniq vazifa va amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlarni ayting. A qismida esa ssenariy kontekstidan maqsadli auditoriyani aniqlang. Auditoriya mijoz, qo'mita yoki guruhni o'z ichiga olishi mumkin. S qismida ssenariy kontekstni bayon eting, vaziyatni tushuntiring. B qismida o'quvchilar nima va nima uchun yaratishni aniqlang. S qismida o'quvchilarga muvaffaqiyat haqida aniq tasavvur bering va muvaffaqiyatga olib boruvchi yo'l, standartlar bilan tanishtiring. Grayspace topshiriqlari. Siz Papua Yangi Gvineya tropik o'rmonlarining kesilishini o'rganayotgan olimlar guruhi a'zosisiz. Siz ilmiy ma'lumotlarni, jumladan fotosuratlar kabi vizual dalillar to'plash va ilmiy hisobot tayyorlash uchun mas'ul shaxssiz. Unda siz hozirgi sharoitdan kelib kelajakdagi muammo bo'lgan tendensiyalar va Papua Yangi Gvineya sayyoramizga kengroq ta'siri uchun oqibatlarni va umumlashtirishingiz zarur. Endi G qismida hozirgi o'rmonlarni kesish sharoitlarini, kelajakda vujudga keladigan tendensiyalarni aniqlash. R qismida talaba, tadqiqotchi olimlar guruhi a'zosi. E qismida maqsad auditoriyasi, BMT quyi qo'mitasi
B qismida mahsulot yoki natija. Mahsulot to'liq va aniq harakatlar rejasi. S qismida vaziyat. BMT quyi qo'mitasiga yong'in va kesishning o'rmonga ta'siri haqida ma'lumot bering. Ularning tavsiya etilgan harakat rejasiga rioya qilishini ishontiring. S qismida standart va mezonlar. Mahsulot va xohlanadigan standartlar aniq to'liq harakatlar rejasida batafsil to'liq bo'lib quvvatlanadigan tavsiyalardan biri hisoblanadi. Moslikni toping. Greenpeace vazifasini bosqichlarni to'g'ri moslashtiring. Ushbu bosqichlarni to'g'ri moslashtirib olsangiz o'quvchilarga va har bir vazifani to'liq o'zini ishini topishni, yondashuvni o'rganadilar. Moslikni toping. Greenpeace vazifalari bosqichlarini to'g'ri moslashtiring. Ushbu bosqichlarni to'g'ri moslashtirish orqali siz vaziyatlarni to'g'ri qo'llay olish va to'g'ri baholay olishingiz mumkin. Bugungi mashg'ulotlarimiz shundan iborat edi. O'ylaymanki, darsimiz mavzusi siz uchun qiziqarli bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.